xuddi ertaklardagi uyga o'xshaydi akalar. Chorvoq Bochkada Chinor shaharchasi bormi? Fabrika ko'chasida joylashgan mana shu 9,5 sotixli eng kamida 15 kishilikka mo'ljallangan dacha srochna sotiladi akalar. Batafsil video davomida to'liqroq ko'rsatib beraman va narxi bilan aytib o'taman. Asosiy darvozaxonadan kiraverish ko'ryapsizlarmi? Daraxtga o'zingizlar bitta like bosib qo'yinglar. Kirganinglarda keng katta hovlisi, alohida zeleniy zonalarni ko'rishimiz mumkin. Mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Shunaqa uzun alohida tapchani joylarni ham ko'rishimiz mumkin. Navesniy joylar. Bu yerda alohida letniy kuxnyani ham ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Alohida mebel jihozlargacha tayyor qilib qo'yishibdi akalar. Bu yerda alohida tennisli zona joylashgan bo'lsa, o'rtada katta basseyn joylashgan bo'ladi. Endi uchastkamizni fasadiga o'zingizlar bitta baho beringlar. Alohida ko'cha tarafdan mashina qo'yish uchun garajlari bor ekan. Endi ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Ichkari tarafdan ko'radigan bo'lsak, kiraverish uzun xoll, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Kiraverishga chiroyli shkaf, mebellar dekorativniy qilib qo'yishibdi. Chap qo'lda birinchi xonamiz, ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Polniy komplekt holatda mebel, texnika jihozlari bilan o'zini ovqatlanish joylariga ega. Navbatdagi xonamiz bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Kattaligiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar akalar. PlayStation o'ynash uchun sharoitlarni yaratib qo'yishibdi va birinchi etajda o'zida bitta katta yotoqxonasini ham ko'rishimiz mumkin. Har bitta xonamiz mebel jihozlar bilan ta'minlangan. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yerda bitta umumiy sanuzol joylashgan bo'lsa, uning yonginasida kompyuterxona joylashgan bo'ladi. Kompyuterxona ham ko'ryapsizlarmi? 5 bu tomonga eng kamida 10 kishilik ekan. Endi podvalni ko'rib chiqamiz. Uyimizning podval qismida alohida katta zimniy basseynni ham ko'rishimiz mumkin. O'zini saunalari bilan birga joylashgan bo'ladi. Alohida bilyardning xonalar joylashgan, kladovka xonalarni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, xoll va xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etajni o'zida ketma-ket joylashgan 4 ta yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. 2 kishilik yotoqxonadan 6-7 kishilik yotoqxonalargacha. Chorvoqda joylashgan eng kamida 15 kishilik dachamizni egalari $250 ming so'rashyaptilar. Albatta kelishiladigan joylari bor, pastda egalarining nomeri.